BMW Y46 2004-yilda ishlab chiqarilgan eng oxiriga chiqqan xo'p BMWlardan qadrdonlar minar mashg'ulotlarga chiroyli qilib hozir obzor qilib ma'lumotlar beramiz. Voy malades. Xo'p bitta go'zal holatda xo'p 210 Mersimiz bor. Chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Necha buni iloji aka? 95 yilda ishlab chiqarilgan Lanos. Xo'p, oq rangda. Aka 211 dedingizmi? 211. Xudo chiroyli narxlarda qilib beramiz deyapti. Mashinani ko'ringlar, boshqacha temada mashina salonlari ham, mashina xudo xolasa zo'ra yurishlar akamiz. Hyundai Avante. Xo'p, qancha yurgan probeg? 459 million mashina. Bir xil chiroyli navrotlari bor. Вообще zo'r qilib chiqishibdi. Polni shumka, diska balon qo'yilgan. Mashinada petnosi bor ekan. Qolgan joylari toza ekan. Yurgan probeglari 180 ming. Assalomu alaykum qadrdonlarim, qadrli vatandoshlar. Xo'p, yakshanba bozor inomarkalar qatoridamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib qo'limizdan kelgancha inomarkalardan bosamiz. Xo'p, Mersmi, BMWmi, Navroti bormi, Poweroti bormi, hammasidan olamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyga yozishlarni, qolgishlarni iltimos qilardim. Xo'p, bitta go'zal holatda xo'p 210 Mersimiz bor. Chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Necha buni iloji aka? 95 mi? Kiraskalari qanaqa buni? Bir qator asbijit. Udar kaltagi yo'q ekan, hamma detali o'ziniki ekan qadrdonlar. Mashinani ko'ringlar, archa balonlar qo'yilgan. Xo'p, mashinani mana orqadan ko'rinishlari qadrdonlar. Mers bo'lganda ham Mersda bular, qarang mana. Mashina xudo xolasa holatlari, ko'rinishlari go'zal. Salonlariga keladigan bo'lsak, mana salonlari holati. Xo'p, poliklarimiz, avtomat, rul, probeg 259 ming. Mana salonlari, patologlari, xudo xolasa ko'rinishlari, holatlari zo'r holatda. Bagajni bir ko'rsatsak buni, oldini kapotda motorlarni. Uni pedal nimaniki u? Rushnoy. Rushnoymi? Motor necha ob'yom dedingiz buni? 2-3 ob'yom. 2-3 ob'yom 111 motor. 4-pakrina propan, Propani nechtalik? 48. 48 talik propan joylashtirib qo'yilgan. Ishlari ham butun chop ketibdi, xudo xolasa. Endi Mersda ishqibozlari boshqa bo'ladi. Chayib qilasizda bu mashinani menimcha. Mashina haqiqiy qayiq desa ham bo'laveradi. Bir marta chiqqan mana. Xudo xolasa. Mana orqalari. Propanlari bor. Pulini necha pul deymiz hoji aka? 5,5 bo'lsa beramiz. Pulini 5,5 ga beramiz. Artidan bor. Barter o'zimizning mashinalarga kelishamizmi? Kelishamiz. Generalni chiqadi. Chiqadi o'zimning nomimda. O'z nomingizda. Telefon raqamingiz-chi? 88 838 837 837 47 78 78 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Ishqiboz minarmalari bo'ladigan bo'lsa qadrdonlar. Bosamiz gazini. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz 99-yilda ishlab chiqarilgan Lanos. Xo'p, oq rangda. Buni ham sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Bu kraskalari bormi? Bir qator asbijit. Yoqilg'isi-chi? Joylari ham bor. Propanmi yo metan? Metan. Metan joylashtirib qo'yilgan. Benzin yuradi. Xo'p. Salonlariga keladigan bo'lsak, mana salonlari. Chexol, polik, stoka, patolog, magnitofon, rul hamma yo'q joyda. Pult, mul. Mana. Lanos. Diskalar qo'yib bo'lgan 16 bo'lishi kerak razmerda. Tramblyormi bu? Nexia motor, Nexia ходовой. Nexia motor, Nexia ходовой. Puli qancha endi buni? 2000 not beramiz. $2000 kami bor.
Kelishtiramiz. Barter bormi? Barterga yo'q. Xo'p. Telefon raqamingiz-chi? 94lik 94lik 037 037 0338. 0338. Generalni chiqadi? Yo, nomi o'tib olish kerak. Ha, 30 olish kerak. Tushunarli. Qadrdonlar 30 olasizlar ekan. Agar minarmash bozlari bo'ladigan bo'lsa, chiqarasiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Endi har qanday yangi avtomobillarni Avtoe'lon.uzdan topishingiz mumkin. Avtoe'lon.uzda barcha yangi avtomobillar brendi dillerlarni yangi bo'limlari mavjud. Qanday deysizmi? Men sizlarga hozir ko'rsataman. Xo'p, birinchi o'rinda Avtoe'lonni skachat qilib kiramiz. Kirganimizda xo'p, rasmiy dillerlar ikkinchida bosamiz. Mana mashinalar turlari. Xo'p, bosamiz. Xohlaganingizni tanlab. Xo'p, bosganimizda bu yerda ranglari va nima deydi? Rasxodlari qancha barcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda mana avtokredit qilib olmoqchimisiz? 12 oyga, 24, 36 oyga. Bu yerda mana foizlari, oldindan to'lovlari, kredit so'm hisoblashni bosamiz. Bosib telefon raqamlar, ismi, familiyalarni kirgizib, xo'p, yubordi bosamiz, o'zlari sizlarga aloqaga chiqishadi. Xo'p, qadrdonlar, qadrli vatandoshlarimiz, BMW Y46 2004-yilda ishlab chiqarilgan, eng oxiriga chiqqan, xo'p, BMWlardan qadrdonlar, minarmash bozlariga chiroyli qilib hozir obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Mashina qadrdonlar go'zal, akkuratniy, xudo xolisa. Xo'p, minarmash bozlariga mashinachi gap bo'lishi mumkin emas. Mon qarang mana. Qadrdonlar, bitta bosib yuboradigan-da mashina. Xudo xolisa. Motorlaridan ketdik. Aka, yopmay qo'yaring, bitta ko'rsataylik. Motor necha ob'yomida? 1.8 a? Benzindan mashina? Benzinda yurgan. Mon qarang motorda. Gap yo'q. Kiraskalari qanday buni aka? Kapotdagi kalta yo'q, chimsiz chiqqaniga sachilgan. Sachib bo'lgan, a? Xo'p, kapotda o'zida. Yuzaki sachib bo'lgan. Ha. Mon qarang turishlarini buni. Bitta olib bosib turib maza qiladigan mashina. Diska balonlari, xo'p, salonlarga keladigan bo'lsak, salon option boshqa dunyo. Gap yo'q. Sidinani qarang. Voy, malades. Patologlari, rul holati, pioner magnitofonlar qo'yilgan. Xo'p, poliklari bor, rullari ham mana ko'rishlar mumkin. Chotki. Bitta nuqsoni yo'q ekan mashinani. Mon qarang mana. Gap yo'q. Mashina chotki minilgan ekan, lekinchi eng oxiriga chiqqanlaridan-da bu, eng oxiriga chiqqan. Xo'p, BMW Y46 qadrdonlar. Mashinani ko'ringlar. Bagajni ham bir ko'rsatib qo'ysa bo'ladimi? Zapaskalari bor beriladi. Yo'q, bu tagida o'zi bor. Ha, tagidami? Ha, bu qisib qo'yilgan. Ha, prosta qo'yib qo'yilgan. Xo'p, balon kulishlari bor. Yerda kulishlari bor. Zavodskiy o'zining aniqlari bor. Gap yo'q. Radnoy ekan-a? Radnoy. Nech pul qilib beramiz endi? Nech pul narxi? 11 ming yapmiz aka. 11 ming dollar kelishtiramiz. Barterchi aka. Yo'q, barter. Naqdga beramiz. Minarman ishqiboziga xo'p kelishtirib beramiz aka, xudo xolisa. Mashina dehqonchiligi sizga. Xo'p, minarman ishqibozlariga mashina dehqonchilik qadrdonlar generalni beramiz deysiz, ha? Generalni beriladi. Go'zal, xudo xolisa, shu oldi kapotda qush uchganiga. Orqada nimasi? Hozir gulishtirlari ham qilingan. Ha, gulishtirlari ham qilib qo'yilgan qadrdonlar. Bitta yurgizib yuboring-chi aka. Gap yo'q, mashina xudo xolisa. Voy, malades.
ko'rinishlari ham chiroyli, keyin salonlari ham boshqa temada buni. Diskalari ham ancha uzun qochib turibdi. Bozor qilishmagandir hali. Birinchi bozor. Yo'q, o'tgan bozor ham chiqdi. Bozor qilishdimi? Qanchaga bermadi sir bo'lmasa? 8,5 bermadi. 8,5 ko'ribdi, berishmabdi. Xudo xolisa Minar mashq bozoriga kelishtirib beriladi. Dehqonchilik mashina qaysi nomerlarga aloqaga chiqsin? 91lik. 91lik 496 6611 raqamlariga murojaat qilamiz, qadrdonlar. Mashina xudo xolisa Andijon mashina bozorida turibdi. Go'zal xudo xolisa. Yo, maqsadiga. Qadrdonlar, qadrli vatandoshlarimiz, Inamarkalarda davom etamiz. Andijon mashina bozoridan Mers. Aka 211 dedingizmi? 211. Xudo chiroyli narxlarda qilib beramiz deyishyapti. Mashinani ko'ringlar, boshqacha temada mashina, salonlari ham, mashina xudo xolasa zo'ra yurishlar aka, kamchilik yo'q-a? Kamchilik yo'q. Propanmi bu? Propanda mashina. Mon qarang mana, bunaqa mashinalar kam. Variantga ham beraveramizmi aka? Variantga ham beraveramizmi? Naqdga kelishtirib beramiz. Mashina propanda ekan. Xo'p, kiraskalari qanaqa? Kiraskasi toza. Toza? Qancha probeg? 153 ming yurgan. 153 ming yurgan. Motor qanaqa dedingiz? 3.2. 3.2 motor. 112 motor. 112 motor 3.2. Xo'p, balonlarni mana ko'rishlar mumkin. Yangi desak ham bo'laveradi. Salonlariga keladigan bo'lsak, mana salonlar holati. Xo'p, sidinalari, monitor, rul holatlari, patolog qismlari, tepada luklari bor. Propanlar joylashtirib bo'lgan. Mashinaga kiraskalari toza. Mana. Mana qarang. Orqadan ko'rinishlari. Hoppa. Zapaskalari ham bor. Tagida propan, ha? 48 talik. Mana qarang mana propan. Akkumulyator mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, bor. Diskalarini qarang buni. Bitta olib bosasizlar endi shu mashinadan. Mana qarang. Go'zal deydi-yu. Men uzun olib ichi bilan qilmaganman. Voy. Eng qiziqarli joyida necha pul endi buning narxi? 17,700 avtoyolonga qo'yib qo'yganmiz. 17,700. Kami bor. 16,5 deyapmiz hozir. 16,5. Shunda ozmoz o'tib beramiz. O'tib beramiz. Bozor ham qilishgani bo'ldimi shu paytgacha aka? Qanchaga 15 bermaysiz? mingga bermayapmiz hozir. 15 shtirga bermayapsiz. Shtirga bermayapmiz. Generalni chiqadimi? Yo'q, nomiga o'tkazib olamiz. O'tkazib oladi. Mashina olasiz. Sharti bilan. Ha, mashina olasiz, o'tkazasiz. Ha? Xo'p. Qaysi nomerlarga aloqaga chiqishadi? 90lik, 90lik 382, 382 49, 49 66. 66 raqamlariga murojaat qilishlari mumkin. Yili 2004 2004-yil. 112 motor, 3.2 ob'yom. Tayyor mashina. Tayyor mashina, gazi bor, dokumenti bor gazi. Hamma yo'qi joyida. Hamma yo'q joyida. Даже yog'ini ham alishtirmaydi. Darsi yog'ini ham almashtirmaydi ekan qadrdonlar. Bosib tashlaymiz. Mana Mers. Xo'p, qadrdonlar, Andijon mashina bozoridan navbatdagi inamarkamiz Hyundai Avante. Xo'p, qancha yurgan probeg? 459 ming. Bir qo'l chiroyli minilgan. Amaki mingan ekan mana. Xudo xolisa benzindanmi yo propan? Benzin metan aka. Metan qo'yilgan, benzinda. Kiraskalari-chi? Kiraskalari 25% bor aka. Ichlari yaxshimi, butunmi? Yo'q, ichlariga Ichiga o'tmagan. Generalni chiqaradi. Mana qadrdonlar, navbatdagi inamarkamiz. Xo'p, Andijon mashina bozoridan bir qo'l chiroyli, akkuratni minilgan ekan mashina. Motor necha ob'yom endi bunda? 1.6. Konditsioner, ABS hamma yo'q ishlaydi. Cruise control. Salonlarga keladigan bo'lsak, mana holatlari, eshiklari, xo'p, sidinalarimiz holati, rullari, magnitofon, hamma yo'q joyida. Pakelini metan joylashtirib bo'lgan mashinaga. To'lam metan?
To'la ekan a? Yo'q, bu yerda odam gaz yo'q. Ha. Yuzini oldi. Odda. Yo'q, Ha. O ko'k yonib turganiga Opa. Metan bu yoqda ekan. 90 talik metan. 90 talik metan. Nech pul olasiz, tog'a? Pul 5800 dan o'tib beramiz aka. 5800 o'tib beramiz, xudo xolasa. Bir qo'lli mashina, dehqonchilik. Bir qo'l dehqonchilik. Naqdga beramizmi buni? Bozor ham qilish turibdimi bermaganingiz? Bozor aka 5100 pulni ozgina qo'shilsa berib yuboramiz. 5100 ga qo'shilsa ketadi. Ketadi. Telefoni qani? 99 277 377 57 50 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin, qadrdonlar. Bosamiz yozing. Xo'p, qadrdonlar, qadrli vatandoshlarimiz, Andijon mashina bozoridan. Xo'p. 3102 navrotlari bor. Vobshe zo'r qilib olib chiqishibdi. Polni shumka, diska balon qo'yilgan. Mashinada petnosi bor ekan. Qolgan joylari toza ekan. Yurgan probeglari 180 ming. Mashina xudo xolasa chotki qilib qo'yilgan mashina. Diskalarini qarang buni. Chiroyli, akkuratni xudo xolasa ko'rinishlari ham mana ko'rishingiz mumkin. Chotki qilib hozir upload qilamiz. Motorni qarang. Bakaleyni propanmi bu? Propan 4-bakaleyni. Motorlari holati mana ko'rishingiz mumkin. Benzinga yuradi. O'zini radnoy motori. Yurgan probeglari ham xolos. 100% shumka. Konditsioner yo'qmi ishqilib? Bor ekan konditsioner. Konditsionerlari ham bor ekan. Mana mashina. Mers diskalar qo'yilgan. Bok qo'shig'ini pastlab tursa bo'ladimi? Avtoriski tushib qoladimi menga? Tayinroqga ruxsatchi bor-a? Tayinroqga ruxsatlari bor. Mers rul, polik, bar, magnitofon hamma yo'q joyida. Mana qarang mana. Qo'lni shumka qilingan mashina. Orqasi dinalar ko'rishingiz mumkin. Orqada sambuferlari ham bor, 3 litrlari bor. Orqalari polni shumka. Xo'p, propan 90 talikmi bu? Nechtalik ekan? Mana qarang. Gap yo'q, mashinani cho'pcha qilishganchi. Xo'p, narxini 10 ming dollar. Narx aytishayotgan qadrdonlar, xudo xolasa kelishtirib beramiz deyishdi. Minarman ishqibozlariga 10 ming kami bor aka? Barter bormi? Faqat naqdmi? Bozor ham qilib turishdimi? Ikki bozor oldin 8,5 ga bermadi. 8,5 naqd ishtirga bermadingiz. Bermadi. Xo'p, qo'shsa beramiz. Tepasida bitadi ishimiz aka. 9 tepasida bitadi. Andijon shaharida mashinasi. Xo'p, qadrdonlar o'zlariga tayinlashgan ekan. Buni adashmasam bir obzorini ham qilganmiz. Xudo xolasa narxlari ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Endi har bir mashinani o'ziga yarasha minarman ishqibozlari bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Ashimi nomerlar? Nomer bormi mana? 50lik 027 10 raqamlariga murojaat qilishlari mumkin. Mashina xudo xolasa zver deydi-yu. Bosamiz.